Hamma odamning izzat hurmatiga erishish, oilangiz, do'stlaringiz va atrofingizdagi kishilar tomonidan yaxshi ko'rishni xohlamsiz? Albatta, hurmatlanish, qadrlanish tuyg'usiga intilmaydiganlar yo'q bo'lishi kerak. Psixologlarning qarashicha, hurmatlanish tuyg'usi insonlarning yemak-ichmak, xotirjamlikdan qolsalar 3-o'rinda turadigan asosli cho'ng ehtiyojlardan biri hisoblanadi ekan. Shundaq deyishga bo'ldiki, qadrlanish insonga ishonch va baxt tuyg'usi ato qildi. Qilayotgan shaxsiy va ijtimoiy faoliyatlarda turtkilik rol o'ynaydi. Ya'ni bir ishlarga bo'lgan qizg'inlikni qo'zg'atib, shaxsning o'zi mansub bo'lgan jamiyat va tashkiliy organlar tomonidan taqsimlangan ishlarni texmo astoydil va inchkilik bilan sifatli ro'yobga chiqarishga yordam bo'ladi. Chunki bu qadrlanish tuyg'usi birdigan huzur va o'zidan mamnun bo'lish psixikasi uni to'xtovsiz g'idiqlab olg'a besishga undaydi. Hamma narsaning qimmati modda bilan o'lchanayotgan bugungi kunda balkim ichingizdagi o'zingiz boshqalarning hurmatiga qanday erisha olayman? Qanday qilganda boshqalarning yoqtirishini qo'lga keltira olayman? Qanday qilsam boshqalar meni e'tirof qiladi degandek savollarni so'rab boqqan bo'lishi mumkin. Balkim siz va yoki ko'pincha kishilar bu savollarga mol dunyo yoki jamiyatda tikilgan o'rin, yuzobro'y yoki mansab deb javob berishi mumkin. Albatta, mavjud ijtimoiy munosabat to'g'ri tadrijiy holda moddaga asoslanayotgan, shundaqla jamiyatga aks etayotgan bo'lg'achqa berilgan javoblar ancha hayron qolarlik emas. Ammo rostili shundaqmi? Biz rostili mol dunyo orqali hurmat va qadr-qimmatga erisha olamiz. Mol dunyo va imtiyozimiz sababli erishgan o hurmat zodi qanchalik samimiy, qanchalik tabiiy. Bu moddiy ustunliklar bizni qanchalik vaqt bu tuyg'udan bahramand qila oladi? Atrofimizdagilar bizni rostili hurmatlayotgandigandi. Bu savolni mundaq so'rab boqaylik. Agar sizga biror kelishmaslik kelganda ularni atrofingizdan topa olasizmi? Sizni qadrlagan, beshiga ilib ko'targan, ustunlik tuyg'usi bag'ishlagan kishilar sizni burunqidakli bosh toji qiladimi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, demak sizning qadrlanish ehtiyojingizni qondirayotgan omillarga tafsiliy qarab chiqadigan vaqtingiz keldi. Tunda yuqorqi savollarga javob berib boqaylik. Oldi bilan ba'zi savollar orqali o'zingizga diagnoz qo'yib taqing. Attiganlari rohat uyqungizdan kechib Allohga yuzlanishda shaytonni mag'lub qila oldingizmi? Mayuslangan, gangrab qolgan, chorsizlikda ko'nglingiz yerim bo'lgan chog'larda hamma dardlarning darmoni, butun chorsizlarning Rahman homiysi Allohdan madad so'rayotgansiz. G'alaba va utuqlar sizga tabassum qilgan paytlarda buni bir hadiya, bir ne'mat, bir sinoq deb bilib pinhon makonlarda qalbingizdan chiqarib menga ato qilganlaringga ming shukr Robbim. Bu g'albalar sendin, bu utuqlar sendin. Bu şan şöhret ve qadr qimmatlarni sen ato qilding. Meni kibr ve mutakabbirlikdan, mag'rurlik ve hakovurlikdan saqlag'in deb shukr qila oldingizmi? Agar bu savollarga chin dilingiz bilan ha deb javob bera olgan bo'lsangiz, muborak bo'lsin. Siz rostilla hurmatga sazovor etgansiz. Atrofingizdagilardan o hurmatning ifodalarini his qilayotgan bo'lsangiz, siz to'liq ta'laylik ekansiz. Chunki atrofingizda sizning shodligingizni o'zining shodligi deb biladigan, siz g'amga tushganda siz bilan tang qayg'uga cho'kadigan, oshkora yoki yoshirin holda sizning baxtingiz, yukselishingiz uchun qo'lidan kelganini qiladigan, siz uchun o'n-tunsiz duo qiladigan, siz tunuydigan va tunimaydigan nurg'un qalbdoshlaringiz bor ekan. Sizni Alloh yaxshi ko'rganlik uchun Alloh sizning mehringiz va qimmatingizni o'zi yaxshi ko'radigan kishilarning qalbiga sapdi. Agar Robbingizning dargohidagi martabangizni taxchi his qila olmagan bo'lsangiz, sizga xush muborak bo'lsin do'stim. Robbingiz sizni yaxshi ko'rdi ekan. Ya'ni agar siz Allohning yaxshi ko'rishiga erishgan biri bo'lsangiz, bu muhabbat sizni barcha kishilarning yaxshi ko'rishiga erishtirdi. Payg'ambar alayhisalom Allohning kishilarning qalbida ma'lum kishilar haqida muhabbat yoki nafrat qo'ydiganligini bayon qilib mundaq deydi. Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibrilni chaqirib, "Men falon bandamni yaxshi ko'raman. Senmi uni yaxshi ko'rgin?" deydi. Shuning bilan Jibrilmi uni yaxshi ko'rdi. Ondan Jibril osmondan nido qilib, "Alloh falonni yaxshi ko'rdi. Sizlarmi uni yaxshi ko'ringlar" deydi. Shuning bilan osmon ahli uni yaxshi ko'rdi va uning bo'lgan muhabbat zaminga tushirdi-da, zamindagi kishilarni uni yaxshi ko'rishga boshlaydi. Agar sizning ilgirki savollarga bergan javobingiz yo'q bo'lib qolsa, ammo siz atrofingizdagi kishilar tomonidan olqishlanayotgan biri bo'lsangiz, unda siz soxtaliklarga to'lgan, manfaatlarga bog'langan munosabat chemberi ichida yashab o'tibsiz. Shakilgina hurmatlanib o'tibsiz. Siz o'zingizni hurmatga sazovor biri deb o'ylab qolgan bo'lsangiz, xatolashdingiz. U sizga qilingan hurmat emas, balki siz orqali o'z ehtiyojini qondirayotganlarning rangdor rasmiyat bajarish jarayoni va sizdagi martaba, maqom, pul molning karomatidir. Chunki payg'ambar alayhisalom bunday deydi. Alloh bir fosiq bandini o'ch ko'rsa, Jibrilni chaqirib, "Men falonni o'ch ko'raman. Senmi uni o'ch ko'r" deydi. Shuning bilan Jibrilmi uni o'ch ko'rdi. Ondan Jibril osmonda farishtalarga nido qilib, "Alloh falonni o'ch ko'rdi. Sizlar uni o'ch ko'ringlar" deydi. Shuning bilan osmon ahli, ya'ni farishtalar uni o'ch ko'rishga boshlaydi va uning bo'lgan nafrat zaminga qo'yildi.
zimindagi kishilar ham uni o'chkirdigan bo'ladi. Navoda Alloh bilan bo'lgan munosabatingiz yaxshi bo'lmay qolsa, bu sizning kishilar tarafidan yoqtirilmasligingizning sababi bo'lishi mumkin. Chunki yaratquchisi bilan bo'lgan munosabatga diqqat qilmaydigan kishilar albatta insonlar bilan bo'lgan munosabatda utuqqa erisha olmaydi. Undaqda Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilash uchun nimalarni qilishimiz kerak? Birinchi, Allohni tunish. Allohni qancha yaxshi tunsak, uningga shuncha yaqinlasha olamiz. Allohning go'zal ism-sifatlari va uning cho'nqur mazmuni bilan yuzlashganimizda Robbimizning bandalariga naqadar mehribon, naqadar kuyimchan, apuchan, rahimdil, sehiy zot ekanligiga shohid bo'lamiz. Allohning ilgirki qavm va millatlarning nijotlikka erishish jarayoni va halokatga duchor bo'lish jarayonida ko'rsatgan apuchanlik va qahri bilan tunishqunimizda ummatning yoki millatning real diniy vaziyati bilan qiyoslab turib, mislsiz ibrat va ulgularni ola olamiz. Allohning Qur'on Karimdagi mo'jizalik oyatlari va uning bugungi yuqori texnika bilan qandoq mas kelganligini moyiti bilan tushunib yetalisak, Allohning birlik borligi va cheksiz qudratiga bo'lgan e'tiqodimiz hassilab oshadi. Biz faqat tunimaydigan bir kishiga qalbimizdan bog'lana olmay, uni yaxshi ko'ra olmaganimizga o'xshashla, Alloh bilanki munosabatimizni yaxshilash, uni yaxshi ko'rish uchun ham uni tafsiliy va yaxshi tunishimiz kerak. Ikkinchi, Allohni ko'p eslash. Allohni eslash insonning qalbini poklaydi. Shundaqla uning bilan bo'lgan ruhiy rishtimizni texim mustahkamlaydi. Shunga pinhon joylarda Alloh so'ygimiz urg'ugan, uningga taslimchilik ingimiz butun vujudimizga hokim bo'lgan paytlarda Robbimizni eslash, atdigan oqshomliq va har qaysi namozlardan keyingi zikr tasbihlarni ko'paytirish, uning bizni yaxshi ko'rishi, bizning Robbimiz bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilashimizda to'liq muhim rol o'ynaydi. Uchinchi, yaxshi do'stlar bilan hamsuhbat bo'lish. Yaxshi do'st insonning hayotiga eng ko'p va halqiliq ta'sir ko'rsatgan omillarning biri. Utuq qozongan har bir kishining hayotiga nazar solganimizda utuq qozong'uvchini parlatish uchun un-tinsiz xizmat qilayotgan guruh holatidagi do'stlar to'rini ko'ramiz. Navoda bu yerda ko'z tutilayotgan do'stlik Alloh rizosiga bog'lansa, niyat va maqsadlar xolislik xurujidan uzuqlangan bo'lsa, buning natijasi albatta bu dunyoda emas, u dunyodami yuqori bo'ladi. Yaxshilik vasila bo'ladigan, yomonlikdan ogohlantiradigan, g'alaba va mag'lubiyatlarda hamnafas bo'la oladigan do'stlarning bo'lishi kishining qadr-qimmat ultashi hisoblanadi. Allohga bog'langan qalblarning suhbatlari bo'lsa, atir sotquchi do'stga o'xshash qalblarimizga Allohning muhabbatini tarqitadi. To'rtinchi, o'limni ko'p eslash. Bir musulmonga nisbatan uni har xil gunohlardan yiroq tutib, bu hayotning intoyin qisqa va cheklik ekanligini eslab, abadiy hayotligini go'zallashtirishga eng aktiv harakat qildira oladigan kuch o'limni eslashdir. Bir kishi o'limni qancha ko'p eslagan sari, ajalining har vaqt to'shib, o'limning ta'mini tetiydiganligini yaxshi his qilgancha, o'limdan keyingi hayotlikqa tayyorlik holatida turdi. O'zida yuz berayotgan kamchilik, bexudlik va berilgan ne'matlarni, har xil fursatlarning qadrini bilmaslikdan iborat yetarsizliklar haqida o'ylandirdi. O'limni eslash ko'p gunohlarni sodir qilib, qordab, qetib ketgan qalblarni yumishtirib, bandaning qalbining Allohga yaqinlashishiga yo'l hozirlab berdi. Bir ayol Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kirib, Qur'on o'qisam ko'zimga yosh kelmaydi. Vaz nasihat anglasammi ta'sir qilmaydi. Qalbim qetib ketdi deb shikoyat qiladi. Aisha radhiyallohu anha u ayolga o'limni ko'p eslagin, qalbing yumshaydi deydi. 5-chi, nafl ibodatlarni ko'p qilish. Nafl ibodatlardan maqsad hukm jihatdan bir musulmonning cho'qim qilishi majbur bo'lmagan, ammo qilsa katta ajrlarga erishtiradigan amallarni ko'rsatadi. Buningdan biz shuni tushunib olamizki, nafl ibodatlar bizning Allohga bo'lgan sevgimizni ifodalaydigan, bizni uning muhabbatiga erishtiradigan eng yaxshi usuldir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan. Alloh taolo mundaq deydi: "Bendam menga nafl ibodatlar bilan yaqinlashaversam, men uni yaxshi ko'rib qolaman. Men uni yaxshi ko'rsam, uning anglaydigan quloqi, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li, mangadigan puti bo'laman. Agar u mendan biror narsa so'rasa, uningga beraman. Mendan panohlik so'rasa, uningga panohlik beraman." Olimlar bu hadisning sharhisida mundaq deydi: Alloh taolaning yaxshi ko'rishga erishgan bandaning o'z huzurida xos bir o'rni, martabasi bor. Shu sababdan u kishi Allohdan nimani tilasa, shuningga erishadi. Agar biror narsadan panohlik talab qilsa, Alloh uni panohiga oldi. Duo qilsa, shu hamon ijobat qiladi. Allohning huzurida martabalik bo'lganlikdan tilaklari ijobat bo'ladi. Bir banda uchun buningdan ortiq maqom bo'lmasa kerak, ha? Ya'ni agar siz Allohga yaqinlashishni xohlasangizlar, Alloh sizga siz o'ylagandan-mi tez yaqinlashadi. U sizning eng yaqin do'stingizga aylandi. Payg'ambar alayhisalom hadis quddusida mundaq degan: "Agar bandam menga bir g'arich yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Agar u menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'ulaj yaqinlashaman. Agar u menga mengib kelsa, men uningga yugurib boraman." Butun olamlarning Parvardigori va bizning Robbimizning bizga yugurgan holatda yuzlanib kelishini xohlasak, qadamlarimizni ruslab, uningga qarab otlanaylik. Alloh bilan bo'lgan munosabatimizning yaxshi bo'lishi bizni nimalarga erishtirdi?
Birinchi, oxiratligimizni kapolatga ega qiladi. Ikkinchi, g'am qayg'ulardan yiroq qiladi. Uchinchi, izzatga erishtiradi. To'rtinchi, Alloh bizni fitna fasodlardan saqlab qoladi. Beshinchi, go'zal axloqlarga muyassar qiladi. Oltinchi, bizga va'da qilingan g'albi nusratni tezlashtiradi. Yettinchi, solih kishilarning muhabbatiga, do'stligiga erishtiradi. Mehribon Allohdan barchamizning qalblarini o'zining sharafli muhabbat nuri bilan to'ldirib berishini so'raymiz. لأجلك يا ربي نسعى بلا